Mehnat, mehnatni tagi rohat deyishadi. Albatta bu yerni yaxshi qarasam, yer seni boqadi. Voy chol, keling muzdakini choyni ichib olingchi. Tellab ketibsiz-ku, yana bo'g'ingiz ushab qolmasin. Voy kampir, ushamani. Voy oyoqlarim juda og'riyapti. Voy yana quzyapti grijam. Voy chol bobo, turing, meni qo'rqitmang. Hali menga keraksiz. Yuring, doktor familiyaga boraylik. Voy, kim bor? Qo'shni yuguring. Mashinaga olaylik, cholimni tuzataylik, yuring. Alloh shifo bersin, Allohim. Shu doktor familiyadan cholimga shifo ulashgin. Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisiz? Sizni hamma qo'shnilarim maqtashgan edi. Shu cholimni olib keldim-da. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi hojati? Shifo berguvchi Alloh, biz sababchimiz. Mana shu analizlarni olishsini, natijalarini ko'raylik. Cholimni shu revmatizmmi, artritmi, poliartritmi kasalliklari bor. Oyoqlari birdaniga ushab qolib, o'zlari meni qo'rqitadi. Xudo xolasa bir haftada Xo'jaopada yaxshi oyoqqa turasiz. Sizni fizioterapiyalarda zamonaviy apparatlarda davolaymiz. Muhimi siqilmanglar. Ey Allohim, o'zingga shukr. Shu doktor family maqtashganday bor ekan. 3-4 ta dardlarim bor edi, hammasidan qutuldim. Xullas, doktor familyni barcha shifokorlarga rahmat. Biz juda minnatdormiz.